Hi guys, yana men qaytdim. Bugun umuman boshqacha bo'lib qaytdik. Bugungi bizni ishimiz writing xususida bo'ladi. Ya'ni IELTS writing, task 2 writing haqida gaplashamiz. Task 2 dan siqilib ketdi, umuman balim oshmayapti degan IELTSchilar bugun men sizlarga yechim beraman. Xo'p, yechimlarim berishda davom etaman aniqrog'i. Men task 2 boosters degan loyiha boshladim. Bunga ko'ra men sizlarga boosterlarni berishni boshlayman. Birinchi boosterim och qolgan gaplarni to'ydirish. Ya'ni siz IELTSda writing yozasiz, gaplaringiz och qoladi. Och qoladi. Ularni to'ydirishingiz kerak, bir narsa berishingiz kerak ularga. Misol uchun birinchi gap, I love Sunnatoy. Men Sunnatoyni sevaman deb yozdingiz. Och bu gap. To'ydirish kerak. Och. Menda savol tug'ilyapti-da, nimaga sevasan Sunnatoyni? Menda savol umuman tug'ilmasligi kerak. Shunaqangi gap yozing, o'qiyotgan odamda umuman savol tug'ilmasin. Zo'r qoida, ash qoidadan yozib oling. Misol uchun siz mana shu gapni to'yintirish uchun sizga bitta savol yordam beradi. Why degan savol. Nimaga? Endi nimagani berish uchun siz because bilan for ni ishlatasiz. Misol uchun I love Sunnata. Men Sunnatani sevaman. Okay. Because she has a beautiful smile. Chunki uni chiroyli tabassumi bor deb aytdim. Endi sizda savol yo'q. To'g'rimi? Endi qarang. I love Sunnatoy for the beauty in your smile. Men Sunnatani sevaman, uni chiroyi, ya'ni tabassumidagi chiroyi uchun beraman. Because bilan for ni ishlatishni boshlang, gaplaringiz to'yinishni boshlang. Gaplaringiz to'ydirishni boshlang, writingda baland bola olishni boshlaysiz. Sog' bo'ling.